Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 23-may haftani juma kuni Qo'qon shahrida joylashgan Stoyanka bozorini ichidan ko'rsatyapmiz. O'rta qatorda mana navesi bor joydan. Xo'p. Yosh bolachalarga bosh kiyim, do'ppilar ekan. Aka, narxi necha pul buni? Narxi 5000 so'mdan pachkaga ekan, yosh bolachalarga. Sanab olyapman o'shani aka. Xo'p, kichkina so'ppicha necha pul? Ular 5000 dan, ana kattalari 5000 so'mdan, kattasi 7000 so'mdan ekan. Faqat bular nimaga hozir pachkadagi narx aytilyapti. Donaga ham sotaverasizmi? aka. Dona 10 ming qilib beraman. Donaga 10 ming qilib berishar ekan kattasini, ha? Yaxshi. Bular necha puldan aka? Ular 7000. 7000 so'm pachka narxi. Bu ham 7000 so'm. Mana bu tomog'i baylanadigan Bu ham 7000 dan. 7000 so'mdan. Nariga so'qchalar ular 5000 dan. Bulari 5000 so'mdan. Yaxshi. Bunisi-chi? O'sha parasalilar narigilar hammasi 5000 dan ular. Bular hammasi 5000 so'mdan ekan. O'zingiz ishlab chiqaryapsizmi hozir bularni yo chayqovchilik qilyapsizmi? O'zim ishlab chiqaraman. O'zlari ishlab chiqarar ekan. Yaxshi. Telefon nomeringiz 93lik 93lik 484 484 39 30. 39 30 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, hurmatli muxlislar, xo'p. Donaga ham, pachkaga ham sotishaveradi. Kelyapti. Ko'rur. Ular 5000 so'rayapti. Birdan kalima qatana yutib qo'yib beradi. Shamesiz? Riyama yutib qo'yib beradi. Meni bratim.